Issiqlik ta'minoti aksionerlik jamiyatiga qarashli Davlatobod tuman issiqlik ta'minoti MChJ tomonidan Yangi O'zbekiston massivi Yangi Namangan shaharchasini hududida turibmiz. Bu yerda jami 50 ta ko'p qavatli uylar qurib bitkizib, kuz-qish mavsumiga foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Bu yerda 3,2 kilometr kollektor barpo etilgan bo'lib, shu kollektorda issiqlik tarmoqlari tortildi. Bir dona qozonxona qurildi, yangi zamonaviy qozonxona. 2 dona 14 megavatdan bo'lgan Xitoy Respublikasida ishlab chiqarilgan qozonlar o'rnatildi. Kelajakdagi jami quvvati 50 megavatdan ortiqroq bo'ladi. Shunaqa qozonxonadan Yangi O'zbekiston massivida 2026-yil yana bittasi qurilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunlarda qurilish boshlanish arafasida turibdi. Yangi O'zbekiston massivi Yangi Namangan shaharchasida jami 500 dan ortiq 16 hamda 20 qavatli ko'p qavatli uylar barpo etiladi. Butun shaharga markazlashgan issiqlik ta'minoti hamda issiq suv ta'minoti yo'lga qo'yiladi. Ushbu Yangi O'zbekiston massiviga issiqlik ta'minotini berishdan maqsad gazdan zaharlanish, chaqnash, portlash xavflarini oldini olish bo'lsa, keyingi maqsad aholini yashash tarzini yana bir pog'ona ko'tarish. Yozgi mavsum kunlarida ham issiq suv ta'minoti, qishki mavsum kunlarida esa issiqlik va issiq suv ta'minoti 100% yo'lga qo'yiladi. Hozirgi kunda Davlatobod tuman issiqlik ta'minoti MChJ tomonidan Erka 1 hamda Erka 2 qozonxonalarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlari olib borilmoqda. Jami 350 ta ko'p qavatli uylarga 16 ming xonadonga issiqlik ta'minoti berish rejalashtirildi.